Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mabdaun Nahu kitobidan darslarimizni davom ettiramiz. Biz ismni nasb o'rinlari to'g'risida gaplashayotgan edik. Ana shundan navbatdagi 21-darsimizda ham ismni nasb o'rinlaridan biri, ya'ni maf'ulun fih to'g'risida gaplashamiz. Demak, maf'ulun fih ham ismni nasb bo'ladigan o'rinlardan biri. Mansub bo'lgan ism, ya'ni maf'ulun fih fe'lni qay vaqtda yoki qaysi o'rinda voqea bo'lganini ko'rsatgan ismdir. Demak, maf'ulun fihi nima ekan desa, fe'lni qaysi zamonda, qaysi vaqtda yoki bo'lmasa qaysi makonda, qaysi joyda sodir bo'lganligini, voqea bo'lganini bildirib turadigan, ko'rsatib turadigan ismga aytiladi. Demak, maf'ulun fihi ism bo'ladi va bu ismdan maqsad nima deyilsa, ma'no nima deyilsa, fe'lni qaysidir makonda yoki qaysidir zamonda, vaqtda bo'lganini ko'rsatib turadi. Buni misol bilan tushuntirsak yana ham oson bo'ladi. Masalan, hafiza Muhammadun ad-darsa sabahan amama al-muallimi. Muhammad darsni ertalab muallimni, ya'ni o'qituvchini qarshisida, oldida yodladi. Muallimni oldida yodladi. Muhammad darsni ertalab muallimni oldida yodladi. Bu yerda sabahan, ya'ni qachon yodladi desa, ertalab deb aytyapti. Ya'ni mana shu yodlashlik, ya'ni mana shu fe'l qachon sodir bo'lganini bildiryapti. Mana bu sabahan kalimasi. Bu maf'ulun fih bo'ladi. Qayerda yodladi? O'qituvchini qarshisida. Demak, qachon va qayerda degan savollarga odatda javob bo'ladi. Qachon yodladi? Ertalab. Demak, bu sabahan maf'ulun fih bo'lyapti. Qayerda yodladi? Muallimni oldida, qarshisida. Bu ham maf'ulun fih bo'ladi. Demak, bu jumlamizda ikkita maf'ulun fih kelgan ekan, sabahan va amama. Bu misolda mana o'zi ham tushuntirgan. Bu misolda sabahan ismi darsni qay vaqtda yodlanganini bildirgan. Amama esa dars yodlash qaysi o'rinda bo'lganini bildirgan. Shuning uchun bu ikki ism maf'ulun fih bo'ladi. Demak, mana shu sabahan va amama maf'ulun fih bo'lyapti. Yuqoridagi ta'rifdan anglanadiki, maf'ulun fih yo zamonni yo makonni anglatadigan ism. Demak, maf'ulun fih ikki xil bo'ladi. Yo zamonni bildiradi yoki fe'l bajarilgan makonni bildiradi. Zamonni anglatadigan ismga zarfi zamon, makonni anglatadigan ismga esa zarfi makon deyiladi. Demak, maf'ulun fih bu umumiy nomi, lekin uni yana ikkinchi nomi nima ekan? Zamonni bildirsa zarfi zamon, makonni bildirsa zarfi makon. Shuning uchun maf'ulun fihni zarf deb yuritilur. Demak, maf'ulun fihni ikkinchi nomi nima ekan? Zarf, ya'ni zarf o'zbekchada aytadigan bo'lsak. Endi biz kitobimiz boshlang'ichlarga mo'ljallangan bo'lgani uchun faqatgina qisqacha maf'ulun fih tushunchasini o'tdik. Buni hali tafsilotlari kattaroq kitoblarda keladi. Endi mana bu mashqni o'zimiz mustaqil bajaramiz. Bu mashqdagi kelgan lug'atlar, yangi so'zlar mana bu yerda berilgan pastda. Ularni albatta yodlaymiz va tarjima qilib va mashqni bajaramiz. 61-mashq. Quyidagi ismlardan zarfi zamonni ostiga bir chiziq, zarfi makonni ostiga ikki chiziq chizib ajrating. Demak, nima qilamiz? Zarflarni, ya'ni maf'ulun fihlarni ajratib chiqamiz. Zamon uchun bo'lgan va makon uchun bo'lganlarni. Masalan, sabahun ertalab, bu zarfi zamon. Yawmun kun, bu zarfi zamon. Laylatun kecha, zarfi zamon. Barid, bu barid mana pastda bergan ekan, uzunlik o'lchov birligi 22,176 kilometr. Ya'ni bu nima bo'ladi? Zarfi makon bo'ladi. Yamin, o'ng taraf, bu ham zarfi makon. Tahta, ostida zarfi nima bo'ladi? Makon bo'ladi. G'odan, ertaga, bu zarfi zamon bo'ladi va hokazo. 62-mashq. Quyidagi jumlalardagi maf'ulun fihlarni ko'rsating. Endi umumiy tarjima qilib maf'ulun fihlarni topib chiqamiz. Taraktul kitaba fawqal kursiyyi. Kitobni kursini ustida tark qildim, qoldirdim. Bu yerda mana bu taraka fe'l, tu uni fa'il bo'ladi, al-kitaba maf'ulun bihi, fawqa maf'ulun fihi bo'ladi, ya'ni zarf bo'ladi. Bu yerda zarf makon bo'lyapti. Tashtaddul haroratu awana as-sayfi. Yoz vaqtida harorat, ya'ni ob-havo qattiqlashadi, qattiq bo'ladi. Ya'ni issiq qattiq bo'ladi demoqchi. Tashtaddu fe'l, al-haroratu uni fa'ili bo'ladi. Awana bu zarf bo'ladi, zarfi zamon. Endi 63-mashq. Demak, qolganlarni o'zingizlar mustaqil bajarasizlar. 63-mashq. 10 jumla tuzing. Bularning 5 tasi zarfi zamon, 5 tasi zarfi makon bo'lsin. Demak, 10 ta jumla tuzamiz. 5 tasi zarfi zamon bo'ladi. 5 tasida zarfi zamon ishtirok etishlik kerak albatta. 5 tasida bo'lsa zarfi makon ishtirok etishlik kerak. Endi bu jumla tuzishlikda biz o'qigan durusul lug'atil arabiyya yoki bo'lmasa
Mabda'ul qiroat kitoblari yoki bo'lmasa undan boshqa ana shunaqa Baynedekmi, shunga o'xshagan kitoblardan foydalanib tuzsak ham bo'ladi. 64-mashq. Quyidagi zarflarning oldiga munosib fe'llar keltirib, qisqa jumla tuzib chiqing. Endi bu yerda tayyor zarflarni bergan, ularni oldiga nima qilamiz? Fe'llar qo'yib chiqamiz. Vaqtat darsi. Masalan, la tal'ab vaqtat darsi. Dars vaqtida o'ynama. Fawqa maktabil muallimi. Masalan, bunga yuqoridagi jumladan foydalanib oladigan bo'lsak, taraktul kitaba fawqa maktabil muallimi. Kitobni muallimni stolning ustida qoldirdim masalan. Yawman kamilan, zamanar robiya, muddatal marad, abadan, sanatan, g'odan, bularni ham o'zingizlar davom ettirib chiqasizlar. 65-mashq. Quyidagi jumlalarni i'roblang. Endi i'roblab, tarkiblab chiqamiz. Sirtu laylan. Kechasi yurdim. Bu yerda mana bu sirtuni nima deb aytyapti? Sirtu fe'l fa'il bo'ladi, laylan zarf bo'ladi. Ya'ni zarfi zamon. Zarfi zamon bo'lganligi uchun mansub bo'ladi. Va nasb alomati mana bu zohir fatha. Mashayta milan, 1 mil yurding. Mashayta fe'l fa'il, ya'ni masha fe'l, ta uni fa'ili bo'ladi, milan zarfi zamon, zarfi makon bo'ladi, mil. 1 mil, ya'ni bu o'lchov birligi 1,5-2 kilometr bo'lsa kerak taxminan. Demak, zarfi makon bo'lib, nima bo'ladi? Mansub bo'ladi. Ishti dahron, la akzibu abadan. Bularni hammasini o'zingizlar i'roblab chiqasizlar. Demak, shu bilan 21-dars, ya'ni maf'ulun fih, ya'ni zarf to'g'risidagi mavzuyimiz nihoyasiga yetdi. Endi navbatdagi kelgusi darsda, 22-darsda maf'ulun ma'h to'g'risida gaplashamiz. Vallohu a'lam.